alam qiladi-da. 9 oy ko'tarib yurib, qiynalib, o'lim bilan olishib tug'ib, 2 yil emizib, katta qilgan onani darrov so'kishadi. Sen o'g'il bola, qiz bola nojo'ya ish qilayotgan paytingda seni so'kmayapti, onangni so'kyapti. Shuning uchun agar o'g'il bola bo'lsang, onangga so'kish olib berganingdan ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadisda, inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Kishi o'zining ota-onasini la'natlashi eng katta gunohlardan dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, kishi o'zini ota-onasini qanday qilib la'natlaydi? Yasubbu ar-rajulu aba rajuli fayasubbu abahu va yasubbu ummahu. Bir kishi dedi Payg'ambarimiz